Sheva bu boylikmi yoki shunaqa tilda rivojiga to'siq bo'ladi? Yo'q, sheva boylik, sheva katta boylik. Mana shu masalada ham qarang, aslida bizni muammomiz faqat rus tili bilan emas. Ba'zilar ortiqcha berilib ketib, o'sha til uchun kurashaman deb, ba'zilar o'sha aynan o'sha nima deydi, ekspertiza, tajriba yetishmagani uchun shevaga qarshi kurashaveradi. Bu noto'g'ri deb o'ylayman. Sheva bu tirik til. Jonli til sheva va u eng asosiy boyligimiz. Undan adabiy til oziqlanadi. Adabiy til endi tirik til emas, bu baribir hech kimni tili adabiy tilda chiqmaydi. Sun'iyroq tilda. Hamma shevalarni birlashtiradigan, hammaga tushunarli bo'lgan bir til. Adabiy til bilan shevani qo'llaniladigan yerlari bor. Masalan, bir ustozimiz bo'lardi, Omonulla Madayev, rahmatli. Juda zo'r mutaxassis, bizga dars o'tgan, zo'r inson va zo'r mutaxassis edi. Shunaqa u insonni ustoz deb hurmat qilsak ham ba'zi fikrlariga men shaxsan qo'shilmasdim. Masalan, Toshkentga keldingmi, adabiycha gapir derdilar-da. Ya'ni Toshkentga kelib talaba adabiycha gapirsin deb talab qilardilar. Endi adabiycha masalan darsda gapirsa to'g'ri. Endi baribir ko'chada o'zini shevasida gapirish kerak, muloqot tili baribir sheva bo'lib qolish kerak deb o'ylayman-da. U kishi aytardi, "Yo, sen shevangni unut" deb yuborardilar-da ba'zida. Sheva bu katta boylik. Uni ishlatiladigan o'rinlar bor. Maishiy hayotda ishlatiladi. Folklorda ishlatiladi. Keyin mediada ham uncha taqiqlab yubormaslik kerak deb o'ylayman. Televideniyadachi masalan ko'p e'tiroz shunga bo'ladi. Nimaga televideniyaga masalan yaxshi o'zimizni shu hamkasblarimiz ham nimaga voddilaydi davlat televideniyasiga yoki xususiy shunaqa e'tirozlar bor. Televideniyada boshqa masala. Birinchidan davlatniki, ikkinchidan rasmiy bir ko'rsatuvlar, xabarlar va hokazo chiroyli adabiy tilda bo'lishi kerak, lekin aytmoqchimanki, masalan, film bo'lsa, filmda endi bir insonning xarakterini yo muhitni ko'rsatish uchun shevaga murojaat qilish mumkin. Badiiy adabiyotda murojaat qilish mumkin. Keyin ba'zi bir balki podkastlarda ham mumkindir, bilmadim. Xususiy podkastlarda uni mavzusiga, ruhiyatiga qarash kerak. Aytmoqchi bo'lganim, shevadan ham to'liq voz kechmaslik kerak. U juda katta boylik. Jonli til, unda bo'ladigan o'zgarishlar mohiyatan o'zbek tilini kelajagini ham belgilab beradi.